Keling, sog'lig'imizni qayerda yo'qotamiz? Shu haqda ozgina mushohada qilamiz. Juda ko'p hollarda davolanishlar ishlamayapti. Negaligini bilasizmi? Chunki siz buyraklarni davolamoqchi bo'layapsiz, jigar azob chekayapti. Jigarni davolayapsiz, ichaklarga nagruzka. Asta-sekin qalqonsimon bez ketayapti. Gormonlar qo'shayapsiz. Simptomlar yana ham ko'payyapti. Qiziq, paradoksni qarang. Biz davolanayapmiz, sog'lig'imiz esa qo'ldan ketishni boshladi. Nega bunday? Gap shundaki, tana bu bitta yagona tizim, bitta butun mexanizm. Siz vроде zanjirni bir qismini ulamoqchi bo'layapsiz, lekin u boshqa joyidan uzilayapti. Bunday olib qarasak, bu xuddiki trubani skoch bilan yamashga urinishni o'zginasi. Suv esa chiqib ketishi uchun baribir yangi teshik qidiradi. Kerak bo'lsa topadi. Juda ko'pchilik odamlar aynan shunday yashashayapti. Vrachlar, analizlar, ukollar, kapelnitsalar, больница, tabletkalar va hokazo. Mana sizga aylana, halqa. Buni umuman nihoyasi yo'q. Bizni tanamiz esa bu bitta butun yaxlit mexanizm, bitta sistema. Bu sistema sizda qayerida buzilganini, uni 90 kunda qanday qilib qayta tiklash mumkinligini, uni yana normal tarzda ishga tushirishni qadamma-qadam ko'rsata olaman. Bu endi JKT, ya'ni oshqozon ichak trakti, jigar, gormonlar, nerv tizimi degani. Bu hech qanaqa sehrgarlik emas, ertak ham emas. Bu bor yo'g'i inson tanasining fiziologiyasi. Uni ishlash mexanizmini to'g'irlash degani. Bu sizga qiziqmi? Unday bo'lsa, hoziroq direktdan menga murojaat qiling.